Assalomu alaykum. Akalar, bu o'sha mashhur kompyuterda radno ukalari bo'ladi. Joni inson bo'lgan. Ulardan 5 deydi, bir-biriga kirib qolib, yaxshi uspet qilib qoldim. To'g'risini aytishga. Sachib tashlabdi, 3 tasini mana shu ikkalasi bor-ku. Tashlaydigan darajada emas, bo'lib olgan ikkiga. Bitta yaqindan kelib kallalarni ko'rsatdi, ko'zlarini ham. Okey. Ko'rsat ko'zlarini, bunisini ham ko'rsat. Endi bitta orqasidan ham ko'rsatib bersan, jo'jalar. Suvayi ham dahshat chiqib o'rgan jo'jalar. Mash turishiga ham uzvoradi jo'jalar. Mana mash turishiga. Polvonligi ham, xullas aniq nima ekanligi bu jo'jalar. Hozir Suvayi dahshat jo'jalar, hozirgi holati mana. Aka-uka Klichko ular. Shu kompyuter gruppamga tashlab qo'yganim Telegramga, hozir videosini tashladi. Akasi ham bilasizlar, ikkitaga ketmaga duvara urish uzib tashlagan. Bular undan ham yomon. Yana bittasi bor, xo'roz olib qo'yganini tashlayman hozircha. Joni inson bo'lgan. Oyoqlarni bitta ko'rsatib yaqinlashtirib. Urushga olgan bular. Klichko ular. Javob. Joni inson bo'lganlar, krasavchilar. Mujiklar bo'ladi. Akalar, bu atakani bir yilgi paxtor yana bittasini. Xo'roz chereshur yomon. Yaxshi odamlarga olib kirib bekor chiqganmiz. Xo'rozni bugun saperni topolmadi, etta-pettaga uchrasa, bitta bekor chiqib beraman aka. Bitta ko'rsatgan oyoqlarini ham, kallalarini ham. Joni inson. Krasavchi. O'ta chiqib olgan. Kompyuterda qoni ham bor, janovorlar. Oq dumlardan mana. Go'zal. Krasavchi. Любой yugurishadi baravariga. 4,5 kilo adashmasam kilosini. Bo'ladi. Akalar mana. Bunisi bor-u joni inson bo'lib. 4,5 kilo bu ham. Buni ham tepishtirib beraman joni inson bo'lib. Mana. Bitta jo'ja topilsa ertaga qo'yib beraman. Zo'rlik qurish bo'ladi janobor. Kaltelari ham go'zal. Xo'roz qissa qilaman. Bo'ladi. Akalar 4 kilo 700. Rossiyskiy bu. O'tgan yil tashlaganman, Tojikistonlikda bratishkam olgan rossiyskiylarni. O'sha rossiyskiydan bola jo'ja 4 kilo 700 boqilmagan holati. Bu qo'yvorli yurgan holatda ozgina ko'rdik. Chunki tumshug'i setkalashib urushmagan xo'roz. Hozir yaqindan ko'rsataman. Tumshug'i yangiligi uchun ko'p ko'rmadik. Chempionatda o'ynaladigan xo'roz. Summa bo'lsa beramiz janobor. Oyoqlarni yaqinlashtirib. Mana tumshug'i ham yangiligi uchun. O'zi bilgan dursizlar, rossiyskiy zotlar mana bular. Bo'yi ham uzun. Olib kelib tumshug'ini ko'rsatdi. Mana yangi tumshuqda pechat. Pechati bor, joni inson bo'lgan. Zo'rlik qurishadi. Ozgina syomkasi bor, kayf qilasizlar, tomosha qilib. Joni inson bo'lgan. Xudo xolasa 5 kunda 5 kiloga chiqadi. To'shi mana chiqib yotibdi hozir. Endi ves oladi. Bo'ladi. Akalar 4 kilo 700. Rossiyskiy bu. O'tgan yil tashlaganman, Tojikistonlikda bratishkam olgan rossiyskiylarni. O'sha rossiyskiydan bola jo'ja 4 kilo 700 boqilmagan holati. Bu qo'yvorli yurgan holatda ozgina ko'rdik. Chunki tumshug'i setkalashib urushmagan xo'roz. Hozir yaqindan ko'rsataman. Tumshug'i yangiligi uchun ko'p ko'rmadik. Chempionatda o'ynaladigan xo'roz. Summa bo'lsa beramiz janobor. Oyoqlarni yaqinlashtirib. Mana tumshug'i ham yangiligi uchun. O'zi bilgan dursizlar, rossiyskiy zotlar mana bular. Bo'yi ham uzun. Olib kelib tumshug'ini ko'rsatdi. Mana yangi tumshuqda pechat. Pechati bor, joni inson bo'lgan. Zo'rlik qurishadi. Ozgina syomkasi bor, kayf qilasizlar, tomosha qilib. Joni inson bo'lgan. Xudo xolasa 5 kunda 5 kiloga chiqadi. To'shi mana chiqib yotibdi hozir. Endi ves oladi. Bo'ladi.